2026 yilgi yangi Honda Fit bu ixcham, ammo juda qulay va samarali avtomobil bo'lib, shahar hayoti uchun ideal tanlovdir. Yangi avlod Fit modeli o'zining zamonaviy dizayni, tejamkor dvigateli va ilg'or texnologiyalari bilan e'tibor markazida turadi. Avvalo, tashqi ko'rinish haqida gapirsak, 2026 Honda Fit yangilangan aerodinamik shaklga ega. Old panjarasi yanada kengaytirilgan, LED faralar esa avtomobilga sportiv ko'rinish beradi. Korpusning silliq chiziqlari va ixcham o'lchamlari tufayli Fit shahar tirbandliklarida ham oson boshqariladi va parkovka qilish juda qulay. Ichki salon esa o'z sinfidagi eng keng joylardan biriga ega. Honda kompaniyasi Magitsiyat tizimini saqlab qolgan. Bu orqa o'rindiqlarni turli shaklda buklash imkonini beradi. Shu orqali yuk joyini kattalashtirish yoki yo'lovchilarga qulaylik yaratish mumkin. Materiallar sifati ham yuqori darajada. Zamonaviy multimedia tizimi 8 dyumli sensorli ekran bilan jihozlangan bo'lib, Android Auto va Apple CarPlay funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Texnik jihatdan yangi Fit 1.5 litrli iftet benzin dvigateli bilan taqdim etiladi. U tejamkorlik va kuchning mukammal muvozanatini ta'minlaydi. Shuningdek, 2026 yilda gibrid versiyasi ham taqdim etilishi kutilmoqda. U atigi 4 litr yoqilg'i bilan 100 km masofani bosib o'tadi. Uzatmalar qutisi sifatida chift avtomatik transmissiya o'rnatilgan bo'lib, u silliq yurish va qulay boshqaruvni kafolatlaydi. Xavfsizlik tizimlari ham e'tibordan chetda qolmagan. Yangi Honda Fit Honda Sensing texnologiyasi bilan jihozlangan. Bu tizimda avtomatik tormoz, yo'ldan chiqib ketishni ogohlantirish, adaptiv kruz nazorati va piyodalarni aniqlash funksiyalari mavjud. Yakuniy fikr sifatida aytish mumkinki, 2026 yilgi Honda Fit bu kichik sinfdagi avtomobil bo'lishiga qaramay, katta imkoniyatlar, yuqori darajadagi qulaylik va zamonaviy texnologiyalarni o'zida mujassam etgan modeldir. Yangi Fit shahar haydovchilari uchun mukammal tanlov bo'lib, tejamkorlik, ishonchlilik va uslubni birlashtiradi. Agar siz shahar uchun ixcham, lekin qulay avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, yangi 2026 Honda Fit aynan siz uchun yaratilgan.